Allohga sevimli ekanligingizni bildiradigan 3 ta belgi. Birinchisi, sinovlarning ko'pligi. Bu sizni Allohdan uzoqlashtirmaydi. Aksincha, har bir qiyinchilikdan keyin unga bo'lgan tavakkulingiz ortadi. Duolaringiz ko'payadi va qalbingizdagi iymon yanada mustahkamlanadi. Ikkinchisi, Alloh ba'zan siz hayotingizda qattiq bog'lanib qolgan narsalarni olib qo'yadi. Bu insonlar, imkoniyatlar yoki rejalaringiz bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda siz buni yo'qotish deb o'ylaysiz. Lekin vaqt o'tib, aslida bu sizning najotingiz bo'lganini tushunib yetasiz. Uchinchi belgi. Qalbingiz gunohda xotirjamlik topa olmaydi. Agar xato qilsangiz ham ichingizda tavba qilish, o'zingizni tuzatish va Allohga qaytish istagi uyg'onaveradi. Chunki Alloh sevgan bandasinigina o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Bir narsani unutmang. Har doim ham Allohning muhabbati oson, go'zal hayot bilan namoyon bo'lavermaydi.